Shu hozir pulga bolalarimga kerak emas. To'xtang. Bolangizga baxtli ona kerak. Birinchi o'zingizni baxtli qiling, bolalaringiz ham baxtli bo'ladi. Birinchi o'zingizga berishni, g'amxo'rlikni o'zingizdan boshlang, bolalaringizga ham beriladi. Tanishim bor, aytadiki, har kuni o'yin o'ynashar ekanda, kelasi ham aytdiki, "Oyi, sizni chiroyli bo'lib yurishingizni xohlaymiz." U oddiy уборщица. Oddiy уборщица aytdiki, "Sizni chiroyli bo'lib yurishingizni xohlaymiz. O'zingizga qarang, oyi, siz ham chiroyli bo'lib yuring. Ana sinfdoshlarim onasi keladi, o'ziga qaragan, chiroyli kiyinganda, siz nimaga unaqa emassiz?" debdi-da. Ikkalasi ham shu gapni aytdi menga, "Amira, men tamom bo'ldim" deyapti-da. Va mana bolam deb yuradida, bolasi esa onamdir deydi-da. Ona, siz ham bo'ling chiroyli, siz ham, ya'ni bolangiz siz bilan faxrlanishni xohlaydi. Shu hozir pulga bolalarimga kerak emas. To'xtang. Bolangizga baxtli ona kerak. Birinchi o'zingizni baxtli qiling, bolalaringiz ham baxtli bo'ladi. Birinchi o'zingizga berishni, g'amxo'rlikni o'zingizdan boshlang, bolalaringizga ham beriladi. Tanishim bor, aytadiki, har kuni o'yin o'ynashar ekanda, kelasi ham aytdiki, "Oyi, sizni chiroyli bo'lib yurishingizni xohlaymiz." U oddiy уборщица. Oddiy уборщица aytdiki, "Sizni chiroyli bo'lib yurishingizni xohlaymiz. O'zingizga qarang, oyi, siz ham chiroyli bo'lib yuring. Ana sinfdoshlarim onasi keladi, o'ziga qaragan, chiroyli kiyinganda, siz nimaga unaqa emassiz?" debdi-da. Ikkalasi ham shu gapni aytdi menga, "Amira, men tamom bo'ldim" deyapti-da. Va mana bolam deb yuradida, bolasi esa onamdir deydi-da. Ona,